Bugün 20 dekabr 2025-yil. Kechadan oldingi ham yomg'ir yog'gandi. Bu kechasi bilan yomg'ir yog'ib, mana bugun soat 9:30da yomg'ir qorga aylanyapti. Ana hozir katta qor yog'yapti. Bu albatta elda rizqi. Dehqonchiligimiz inshaalloh bugun yil mo'l-ko'l bo'lsa kerak. Yog'ingarchilik ham bo'lyapti, mana qorni ham beryapti Allohim. Dehqonlarimizni ishini, hosilini, barakasini bersin. Yilimiz keladigan yili otili yaxshi kelsin. Hamma insonlarimizning ishiga Allohim omad, baraka bersin. Qiladigan dehqonchiliklarimizni ham bizning mahallamiz asosan issiqxonada sabzavot, poliz mahsulotlari ekish bilan shug'ullanadi. Mana yomg'irning suvini zapas qilib olib qo'yganmiz. Va ishdan toklar tushirib, sovurmasligi uchun yerga yotqizib ko'mib qo'yganmiz. Bizda tabiiy oqma gaz yo'q. Gaz balondan foydalanamiz. Vaqtida SSRD davrida 76-yildan 2014-yilga bir rotni gazdan foydalanganmiz. Hozir gazimiz yo'q. Gaz yetishmasligi sababli bahona qilib bizning mahallamizda markaziy gaz quvuridan ajratib qo'yilgan. Mana ko'chalarimizda ahvoli Said davrida 76-78-yilda qurilgan mana shu mahallamiz shahar tipida qurilgan edi. Mana bugungi kunga kelib shuncha davrgacha biron marta asfalt ham qilinmagan, ta'mirlanmagan ham. Mana bu bog'cha, bolalar bog'chasi. Ya'ni kottejga tashkil qilingan bog'cha Said davrida hozir ham shu ahvolda.